Sura Baqara'nınki 21. ayetinden 25. ayetigacha bo'lgan mazmunlarda nima o'qiymiz desanglar. Masalan, seninki ishtim bo'lmagan bo'lsa uyimga o'g'ri kiratdikan, uyga qulub solmagan bo'lsam uyga o'g'ri kiratdikan, faloni ishni qilmagan bo'lsam mundaq bo'ladigan deyishingmi? Bir turli shirkdir. İnsanın ma dünyada qanchalik boyliqqa erishsimi, qanchalik ne'matga erishsimi, qayg'u soldigan, g'amga soldigan narsani bilamsizlar? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qardoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Qur'on Karim darsimizning davomini o'qiymiz. Qarorlarda bo'lgandek biz ilgariki 3 darsda, ya'ni Sura Baqara'ningki 1-oyatidan boshlab toki 20-oyatigacha bo'lgan bu mazmunlarda insonningki 3 turligi bilan tunishib chiqqan edik. Ya'ni Qur'on Karim dunyo va oxirat utuq qozongan taqvodor, muvaffaqiyat qazanğuçlardan xabar bergan. Sura Baqara'ningki ilgirki 5 oyati. Uning keyingi 2 oyati bo'lsa, hidoyatni ko'rgan, ammo haqorligi sababli bu hidoyatni olib keladigan majburiyatni ado qilishdan bosh tortganligi sababli iymon etmagan haqavor kofirlar haqida xabar bergan. Uning keyingi 12 oyati bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo Sura Baqarada ig'izda iymon etgan, amaliyatida iymon etmagan, qalbidan iymon etmagan bir turli kishilardan xabar bergan va ularningki nihoyat bir xatarli kishilar ekanligidan biz xabar topib qoldik. Endi biz bugun, ya'ni Sura Baqara'ningki 21-oyatidan 25-oyatigacha bo'lgan mazmunlarda nima o'qiymiz desanglar, bizning rahmatlik va shafqatlik bo'lgan Rabbimiz subhanahu va taolo insonlarning ana shunday uchturlik bo'lganligini xabar bergandan keyin, ya'ni o'zining rahmati va shafqati bilan shunday nido qiladi. Astag'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Ya eyyuhan nas, ey insanlar, ey xaloyiqlar, meyli kafirlar, meyli munofiqlar, meyli musulmon bo'lang deb Alloh subhanahu va taolo butun insonlarga nido qiladi. Chunki har qanday bir insonning qalbida bir yaratquchiga, bir parvarish qiluvchiga bo'lgan bir ehtiyoj, bir tuyg'u bor. Insonning fitrat, ya'ni tug'ma tabiatida Alloh subhanahu va taolo insonning mana mushu tuyg'usi xitob qilib, ey insonlar deb xitob qiladi. U'budu robbakumul-lazi xalaqakum wal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlarning parvarishkoringlarga ibodat qilinglar. Robbinglarga ibodat qilinglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taoloning bu yerda Robb sifatini
keltirishi, ibodat qilishga buyurgan vaqtida ey insonlar, sizlar parvarishga muhtoj bo'lgan bir insonlar. Sizlar parvarish qilinmasa, kuyinilmasa, sizlar haqiqiy inson bo'la olmaysizlar. Insonning aqli shuni taqozo qiladiki, inson o'ziga azroq yaxshilik qilgan odamga rahmat deydi. Sizlarningki ana rahmatda suv holatidan tatib cho'ng odam bo'lguncha, hatto hozirmi sizlarga Alloh subhanahu va taolo ajoyib parvarishlarni qilyotdi. Buning qartasizlar Alloh subhanahu va taologa ibodat qilinglar deb buyuradi. Amaliyot qarab baqadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning parvarishi bo'lmasa, kuyinishi bo'lmasa, biz asla va asla bugun kun kelinmaymiz, hatto hozirmi yashamaymiz. Masalan, tafakkur qilib baqadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning Rabb sifatini nihoyat ro'shan ko'raymiz. Har qanday bir inson ana rahmiga suv holatida paydo bo'ladi. Ondan keyin laqtqan holatiga o'tadi. Ondan keyin bir tishlam go'sht holatiga o'tadi. Ondan keyin taraqqiy qilib cho'ng bo'ladi. Bir bola holatiga, inson holatiga kelgandan keyin insonga havo keraklik bo'ladi, oziqlik keraklik bo'ladi, nurg'ulg'an narsalar keraklik bo'ladi. Bu narsalar unga nerdan keladi? Ana bir narsalarni yeydi, ichidi. Ma narsa balamning palon yerga paydo qilsin deb yemaydi. Ammo Alloh subhanahu va taolo kindik yo'li orqali u bu vaqtni, ya'ni bizni ona rahmidagi holatimizdan tatib Alloh subhanahu va taolo ajoyib parvarish qiladi, uzoqlantiradi. Biz shunda tug'ilgandan keyin, dunyoga ko'z ochgandan keyin dal biz ehtiyojli bo'lgan, bizning badanimizga, oshqozonimizga nihoyat uyg'un bo'lgan, may miqdori nihoyat o'lchamlik bo'lgan sut onamizning emchikiga paydo bo'ladi. Onamiz paydo qilamdi, doktordan birisi akilib ukol silib paydo qilamdi, unda qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo paydo qiladi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo bizni parvarish qilish uchun ota-onamizning qalbiga, cho'ng dadlarimizning qalbiga mehr muhabbat iborat bir narsani yushirib qo'ydi-da, ko'mib qo'ydi-da, ular mushuning turtkisida qo'zg'olib ketadi. Bizga kuyinadi, biz uchun ajoyib jafolarni tatadi. Kecha-kecha kirib qaqmay bizning holimizdan xabar oladi. Bizni ho'lda qolmasin deb bir kechada necha qatim uyg'onadi. O'ylab baqinglar, bir odamga nech pul berib bu xil shakldagi parvarishga erishgili bo'la, asla va asla erishgili bo'lmaydi. Onamiz bizga jannat paydo qilgandek, dadimiz biz kuyingandek u xil kuyinishga Alloh subhanahu va taolo qilib bermasa, har hargizmi erishgili bo'lmaydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo biz ona rahmidagi holatimizdan tatib, tug'ilgandan keyin tatib, ana shundoq parvarish qiladi. Biz kuyindigan insonlarni bizga bo'ysundirib beradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga mana shundoq Rabb sifati bilan parvarish qildi ekan, yaxshilik qildi ekan, bizning Allohga ibodat qilmasligimiz intayin cho'ng tuzko'rlikdan boshqa narsa emas. Alloh subhanahu va taolo bizni ibodat qilishga buyurgan vaqtda dal buni aslitish uchun o'zining Rabb sifatini keltiradi. Allazi xalaqakum. Sizlarni ibodat qilishga buyurgan u zot, u Alloh sizlarni yo'q yerdan yaratgan. Asli yo'qdinglar sizlar. Men 40 yil ilgari yo'qdim. Sizlar 30-20 yil ilgari yo'qdinglar. Yo'qdik. Alloh subhanahu va taolo bizni yo'q yerdan paydo qildi. Alloh subhanahu va taoloning bizni yo'q yerdan paydo qilishimi Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishga yetarlik bir dalil, yetarlik bir sabab bo'la oladi. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. U zot sizlarni ibodat qilishga buyurgan zot, sizlardan ilgari kishilarni mi yaratgan? Sizning otanglarni, bovanglarni, Odam otamizdan tortib bütün kelgan insonlarning hammasini yaratgan zot u. Demak, bütün yaratish uning qo'lida bo'ldi-kan, ibodat qilishga faqat va faqat u loyiqdir. La'allakum tattaqun. Shunda qilsanglar, Allohga ibodat qilsanglar, sizlar saqlanasizlar deydi. Old bilan ibodat qilish degan nima? Ibodat qilish biz ilgimi deb o'tdik, faqat namoz o'qish, ro'za tutishni ham ko'rsatmaydi. U ibodat, ya'ni shaxsiy ibodat. Ibodat qilish deganimiz Allohga iymon etishdan tortib, namoz o'qishdan tortib, sadiq qilishdan tortib, kishilik munosabatimizning yaxshi bo'lishi, go'zal axloq, boshqalarning haqqidan qo'rqish, rost so'zlash, boshqalarning haqqini yevamaslikdan iborat butun bir hayotning mukammal sistemasining hammasini o'z ichiga oladi. Biz hayotimizning hamma taraflarida Alloh subhanahu va taolo degandek yashagan vaqtimizda qanday ikimiz Allohga ibodat qilamiz. Mast kirgan vaqtda musulmon namoz o'qiymiz. Bozorga chiqqan vaqtimizda u iymonimiz boshqa qilib qoladi. Yolg'a aytamiz, mollarimizning aybini yushiramiz va kishilik munosabatlarimizda saxtalik qilamiz. Bu haqiqiy iymon emas. Bu haqiqiy Allohga ibodat qilganlik emas. Ibodat qilish hayotimizning hamma taraflarida ro'shan aks etish kerak. Alloh subhanahu va taolo buyurgandek. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana shunda qilsanglar, sizlar masjidda, bozorda, kishilik munosabatda, hamma ishda Alloh ibodat qilsanglar, la'allakum tattaqun. Sizlar saqlanib qolasizlar deydi. Dunyoning yomonliklaridan saqlanib qolasizlar, ruhiy kasalliklardan saqlanib qolasizlar, oxiratdagi azobdan saqlanib qolasizlar deydi. Ya'ni taqvodorlik darajasiga yetisizlarki, u vaqt Qur'on Karim sizlarga haqiqiy yetakchi bo'ladi. Qur'on Karimdan sizlar manfaat ola olasizlar deb Alloh subhanahu va taolo hudal lil muttaqin, bu kitob taqvodorlik yetakchi degan yerga ulaydi. Ma oyatlar. Demak, Alloh subhanahu va taolo biz insonlarga bu oyatni xitob qilish orqali o'zining Rabb sifatini bayon qildi. O'zining bizni yo'q yerdan yaratganligini bizga eslatish orqali bizni Allohdan qo'rqishga, bu orqali o'zimizni dunyo va oxiratda har qanday yomonlikdan saqlanishga buyurdi va saqlanishning yo'lini ko'rsatdi. Yana Alloh subhanahu va taolo bizlarga o'zining bergan ne'matlarini eslat. Biz ibodatga susuk qilgan bo'lg'achqa, ba'zi kishilar ibodatdan bosh tortgan bo'lg'achqa, ey insonlar, men sizlarga mana shunday ne'matlarni berdim. Men sizlarga ne'mat bermasam, sizlar hayot kechirolmaysizlar, sizlar yashaolmaysizlar, ma hayotda sizlar turolmaysizlar deganni eslatish Alloh subhanahu va taolo allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa. Sizlarni o'ziga ibodat qilishga buyurgan Alloh shundoq bir Allohki, u zot, u Rabb, u parvarish qiluvchi sizlarga zaminni selinch qilib berdi. Yashag'ili bo'ladigan shaklda tuz qilib berdi, osmonni bino qilib berdi.
turus qilib berdi deydi Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo bu oyatning bosh qismida ma hayoti dunyoni xuddi bir uyga o'xshatdi. Asti to'z, ustida bo'lsa turus bor. Ya'ni yomonliklardan, har xil nurlardan saqlaydigan turus bor. Buni Alloh subhanahu va taolo sizlarning sog'lom hayot kechirishinglar uchun qilib berdi deydi. Va anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Va u Alloh subhanahu va taolo sizlarga osmondan suvni tushirib berdi. U suv orqali, ya'ni u yomg'ir orqali Alloh subhanahu va taolo sizlarga rizq sifatida turli mevalarni chiqarib berdi deydi. O'ylab boqinglar, suvdan iborat biz oddiy ko'radigan, xuddi bo'lmasin bo'lganda ko'radigan bu narsa nereden keladi? Bir davlat ishlab chiqaramdi, bir texnikasi yuqori davlat o'zi yo'q yerdan suvni paydo qila olamdi? Hech qaysi paydo qila olmaydi. Bu bevosita Allohdan keladi, osmondan keladi. Bir aql egasi aslida mushuni qarablam bir yaratquchi bor ekan. Biz kuyindigan bir yaratquchi bor ekan. Agar bu suv bo'lmasa insonlar yashamasa, ya'ni nima deb yaratquchini inkor qiladi? Nima deb bu yomg'irni avatgan bir Allohni ko'rolmaydi? Amaliyat aql egasi buni ko'rish kerak. Shu Alloh subhanahu va taolo buni aslitib bizga, u Alloh sizlarga osmondan suvni tushirib bergan, shu orqali sizlarga turli mevalarni chiqarib berdi deydi. Masalan, qarab boqadigan bo'lsak, ma Turkiyadami suv omborida suv ozlab ketsa, masjidlarda duo qilishib ketadi. Hatto dinsizlarni taqa qo'rqib ketadi, ensirab ketadi, ba'zilar duo qo'llarini ko'tarib ketadi. Nima uchun? Suv bo'lmasa, u yuqori texnikalar, go'zal shaharlar hech qaysining qimmati olmaydi. Suv to'xtusina eng isil uylarda o'ltirgan kishilar uyda bir kun o'ltirolmaydi. Suv to'xtadimi? U burnisi to'xtaydi. Oshxonasi to'xtaydi. Hamma odam pastga tushadi. Mohiyatlik butunlay qalaymiqallashadi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bu suv orqali biz tatliqkan, go'zalkan, shirinkan degan mevalarning hammasini chiqarib beradi. Suv orqali. Agar suv bo'lmasa, ma meva uchun hech qaysi bo'lmaydi. Demek suv hayotlikning manbasi. Bu hayotlikning manbasi bizni yaratgan Alloh subhanahu va taolo tarafidan keladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo bu nuqtani eslatib turib o'ziga ibodat qilishga buyurdi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga ana shunday hayotlikni bersa, nima deb Allohga ibodat qilmaysizlar? Nima deb Alloh buyurgan bo'yicha yashamaysizlar? Deganga ishorat qildi Alloh subhanahu va taolo. Ondan Alloh subhanahu va taolo fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo sizlarni parvarish qilganlik uchun, yo'q yerdan yaratganlik uchun, suv orqali sizlarga hayotlikni berganlik uchun, turli mevalarni chiqarib berganlik uchun Alloh sizlar bilib turib ba'zi kishilarni hamdan qilib Bazı kişilerin Allah'ını çok görgende kurvamanla, bazı kişilerin hayat sistemlerini, felsefelerini Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i ve körsetmelerine okşaş kurvamanla Allah subhanahu wa ta'ala en büyüktür. Çünkü sizlere rızıkını Allah subhanahu wa ta'ala verdi. Yok yerden seni yarattı, onda boğan iken, böyle korkuştu olsun, başkalardan Allah'tan korkanda korkmanla, tevekkül kılıçtı olsun, başkalarına Allah'a işengendek, Allah'a tayangendek tayanmanla. Sizler bütün tayançınlarını, bütün korkunçınlarını Allah kılın. Çünkü bizni yok yerden yarattığını kimken? Allah ken. Bizge rızık bergeni kimken? Allah ken. Bizning rizqimiz, bizni xatardan qo'g'daydigini, bizga parvarish qildigini hech kim emas, faqat va faqat Alloh. Unda bo'lgan ekan, har qanday bir qarash bo'lsin, shaxs bo'lsin, iddia bo'lsin, Allohning o'tirib qo'ygan ko'z qarashi, qimmat qarashining ustiga qo'yamanglar. Har qanday bir shaxsning ko'z qarashlarini Alloh subhanahu va taolaning ko'rsatmalarining ustiga hargizmo qo'yamanglar, deydi Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali bizning qalbimizni bevosita Allohga bog'laydi. Chunki inson sababning ichida yashagan bo'lg'achqa, yomg'irni osmondan ko'radi, mevani shoxdan ko'radi, sutni kaladan ko'radi, sababga bog'lanib qoladi. Sababga bog'langan vaqtda inson ibodatga sustlashib qoladi. Allohdan qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ana shunday sabablarning pardasini hammasi ko'zimizni ilib tashlab, bevosita o'ziga bog'layotdi. Masalan, Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatning tafsirida fala taj'alu lillahi andada, ba'zi kishilarni, ba'zi narsalarni Allohga hamdan qilib olmanglar, o'xshash ko'ramanglar degan oyatni tafsir qilib deydi-ki, insonning qalbidagi shirik, ya'ni tavhidning dushmani bo'lgan bu shirik shundoq bir maxfiy narsiki, tun kichidagi qor toshning ustidagi qor chumilidimi maxfiy deydi. O'ylab boqing, zulmatlik kecha qor toshni ko'gili bilamdi? Bo'lmaydi. Endi zulmatlik kechidagi qor toshni ko'gili bo'lmasa, uning ustidagi qor chumilini ko'gili bilamdi? Bo'lmaydi. Shirik insonning qalbiga ana shundoq yaqin, ana shundoq maxfiy bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu so'zini davom qilib, masalan, seninki ishtim bo'lmagan bo'lsa, uyimga o'g'ir kiradi ekan, uyga qulub solmagan bo'lsam, uyga o'g'ir kiradi ekan, paloni ishni qilmagan bo'lsam, mundaq bo'ladi ekan deyishingmi? Bir turli shirik deydi. O'ylab boqadigan bo'lsak, Ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu so'ziga o'xshash so'zlarni biz ko'p hollarda qilib solamiz. Garchi biz bu gapni qilgan vaqtimizda qalbimizda Allohning saqlaganligini chiqarmagan bo'lsakmi, lekin insonning tili tafakkurni shakllantiradi. Va shundaqla tafakkur tildan chiqadi. Ya'ni tafakkur tilni belgilaydi. Inson tiliga diqqat qilmagan vaqtida uning tafakkuri ana shundaq shakllanib qoladi, e'tiqodi shundaq shakllanib qoladi. Bir inson doim uyga qulib sapti ekanman, o'g'ri kirmabdi. Uyning oldida it bo'lg'achqa uyga o'g'ri kirmabdi. Do'ryapti ekanman, saqibdiman deganga o'xshagan mana bu shundaq sabablarning hammani davvaga vaqtda musabbib bo'lgan, sabablarni paydo qiluvchi bo'lgan Allohning unutgan asosida gaplarni qilavergan vaqtimizda bizning qalbimizga shirk tuymay kirib qoladi. Chunki qalbimiz u vaqtda o sababning manbasi bo'lgan Allohdan yiroqlashib, sababga yiqilishib qoladi va yoki sababga bog'lanib qoladi. Amaliyat o'ylab boqadigan bo'lsak, bir uyga qulib solganligimiz uchun o'g'ri kirmanda, nurg'ulg'an uylar va o'g'ri kirgan. Qulib solganlik, nihoyat mustahkam qulib solganlik. Ba'zi kishilar deydi, "Hanim bo'lsa, men xizmatim bor ekan, jinimni yaxshi baqdim" deydi. Amaliyatda mush gapni qilavergan vaqtda uning qalbimi sababga bog'lanib qoladi, xo'jayinga bog'lanib qoladi. Amaliyatda shu xil xizmatni qilib jinni boqolmayotgan va yoki u xizmatni qilmay, undan yaxshiroq jinni boqayotgan insonlar bormi yo'qmi? Demak, biz sabab deyotgan nurg'un narsalar
nurg'un kishilarda o'xshamagan shaklda ta'sir beradi. Masalan, ma dorini yeyapti ekanman, saqaydem deymiz. Sizga o'xshash kasal bo'lib, shu dorini yeb saqaymagan insonlar bor. Va shundaqla ba'zi kishilar deydi, "Hanim bo'lsa dadam borkan, turmushim yaxshi o'tdi" deymiz. Dadasi va nurg'un kishilarning turmushi yaxshi o'tmaganlik. Demak, biz ishonishda bo'lsin, tavakkul qilishda bo'lsin, qo'rqishda bo'lsin, umid qilishda bo'lsin, ma'lum bir sabablarga bog'laymiz. Amaliyotda u sababning o'zi bir sabab. Shu sabab bulab turib, ishi sizdek o'xshamagan va yoki sistemi texnik yaxshiroq bo'lgan insonlar bor. Sababning o'zidan ishkanmaydi. Sebep bir perde. Bu sebepnin kendindeki bir Allah baki her vakit kalbiniz Allah'a bağlanıp duruşu için sebeplerini tılgı alman. Sebeplerini bir vasıta tılgı almayı bir vasıta Allah'ın tılgı alsanız tek yakşı. Eğer onda kılanmasınız kandak kılımız. Olduğundan Allah'ın tılgı alımız. Ondayken sebepini tılgı alımız. Mesela Allah'ın şifalık bir işi ondayken doğrununki veya ki doktorun sebebiyle ben şifalık taptım. Olduğundan Allah'ın saklışı ondayken ma kulübünü yakşı etkilikim için öyge oğur kirmedi. Mao to'g'ri. Ammo bevosita sababni degan vaqtimizda biz yuqori deganimizdek tadrijiy holda qalbimiz sababga bog'lanib qoladi. Hatto birlikda keltirishgan bo'lmaydi. Masalan, ikki qulb sababdimi ekan Alloh saqladi. Va yoki Alloh bilan doktor menga shifolik berdi. Bu xato. To'g'risi menga Alloh shifolik berdi. Ondan keyin doktor sabab bo'ldi. Bu şekilde desek buludu. Şuna İbn Abbas radıyallahu anhu mana bu şekilde bizni bu şek düşüp kalmaslıkımız için bizni Allah'ı agahlandırgan. Öyle bakınla insanın kalbi mana bu şundak sebeplerden ajrab bevasıta Allah'a bağlangan vaxtıda bu yer nime şekilleniyordu? Ruhi erkinlik şekilleniyordu. Onun kalbide bir xil izzet şekilleniyordu. Mana bu tevhid. Demek tevhid degenlik o bir ruhi izzet. O bir ruhi erkinlik. Bir adamın tevhidi qancha sağlam bolsa, bu adam özüge şuncha işinidir. Kişilerin aldı hoş demeydi. Kalbi bevasıta Allah'a bağlangan bu vaçka ruhi üstün buludu, ruhi erkin buludu. Demek tevhid bizni muşu dünyadalam nait izzetlik, ruhi üstün bir insan kıldı. Şuna meyli korkunuş olsun, ümit kılış olsun, yardım kütüş olsun, veya ki rızık onun sebebiyle keliş olsun. Allah'tan kıldığalığını asla ve asla isimizden çıkamazlıkımız gerek. Eğer biz bunu isimizden çıkarıp koysak veya ki şu sebebini aldırak açıp koysak Allah'a o sebebini hemden kılvagan bulunuz. Ve şundakla kalbimiz ana şundak bazı bir nimetlerini, rızkımızı sebepten kurvagan vaxtıda biz şu sebepten keyine girip Allah subhanahu wa ta'ala çekilgen işlerin keyine münap qilishimiz mümkün. Bizim kalbimiz Allah'a bağlangan vaxtıda şu kılgan işimiz, ticaretimiz ve ki hizmetimiz Allah çekilgen işlerine duç kep qalgan vaxtıda menin rızkım Allah'tan. Men bu işini qılmasam mı Allah bana başka yerine rızık beradi. Bu iş, bu hizmet, bu kesip bana bir sebep dep mana muşu perak eteleydi de özünü hatadan saqlab qalalaydı. Şuna her vakit bizim kalbimizde en büyük boğunu, en doğru boğunu Allah bilish kerak. Qayındig'imiz Allah bilish kerak. Qorqıdığımız Allah bilish kerak. Rizqimizning Allah subhanahu wa ta'ala tarafidan keldiğine to'liq ishonishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala yuqorqi ikki oyatda o'ziga ibodat qilishga buyurgandan keyin, o'ziga hech narsani hamdan qilmaslikka buyurgandan keyin, ya'ni haqiqiy tavhidni ro'yobga chiqarib Allohga ibodat qilishga buyurib bo'lgandan keyin, uningdan keyingi oyatda Allah subhanahu wa ta'ala bizga to'g'ri yo'l ko'rsatgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Alloh taolo tarafidan qabul qilingan haqiqiy bandichilik qilgan, qulluqni ado qilgan bir kishi ekanligi va shundaqla Qur'on Karimning haqiqiy mo'jizaviy kitob, ilohiy kitob ekanligini o'ttirib qo'ydi. Allah subhanahu wa ta'ala deydi: "Va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin." Agar sizlar biz bandimizga tushirgan kitob qarta shu bilansanglar, ikkilansanglar, shakka tushgan bo'lsanglar, fa'tu bi suratin min mislihi, uning o'xshash surdan birini keltirib beqinglar. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Uning o'xshash surdan keltirish uchun sizlar Allohning tundagi bütün yordamchilarni, butlarni hammani chaqiringlar. In kuntum sadiqin. Rasul bo'lsanglar. Qarab qolgan bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatning 5-ida "Va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina", biz bandimizga tushirgan kitob qarta shu bilansanglar deyish orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bandichiligini, qulluqining qabul qilinganligiga ishorat qildi. Ya'ni u bizning bandimiz o. Biz uning qulluqini qabul qildik deganga ishorat qildi. Ondan keyin Allah subhanahu wa ta'ala ana shu biz qulluqini qabul qilgan bandimizga tushirgan kitob qarta shaklansanglar, ikkilansanglar, qani sizlar arab tiliga oid pishiq, fasohat va adabiyotda mahir, she'r to'qishadigan bir xalq o'xshash surmini keltirib beqinglar. Sizlar Muhammad ikkilansizlar, Qur'on Karimda ikkilansizlar. Muhammad o'qiyamaydi, yozamaydigan bir inson. Sizlar o'qiy olaysizlar, yoza olaysizlar. Sizlarning ichingizda nait usta shoir va adabiyot pishqan kishilar bor. Shularni chaqiramsizlarmi? Va yoki sizlar biz xafalikqa tushib qolgan vaqtda bizga yordam qiladi deb iddia qilgan butlarni chaqiramsizlar? Hammani chaqirib Qur'ondagi surlarga o'xshash bir surni keltirib beqinglar deb Allah subhanahu wa ta'ala bu oyat orqali Qur'onning haqiqiy kitob ekanligi qarta mushriklarga raqobat e'lon qildi. Bilganimizdek bu raqobat e'lon qilingan vaqt payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga vahiy tushgan vaqt degan arablarning ichida arab tili adabiyoti, she'r, fasohat, balog'at nait yuqori avjiga chiqqan. Ular o'ziga yig'ilishib she'r o'qishatdi, adabiyotlarini bayon qilishatdi, mashhur kitoblar Kabening darvozalariga eslatdi. Masalan, Sabr muallaqa deydigan donliq kitoblar bor, masalan, jahiliyat ilgirida mashhur bo'lgan kitoblar. Demak, she'rda, adabiyotda, yoziqchilikda nait usta arablar edi.
agar bu kitob Qur'on Karim payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning so'zi bo'lsa edi, Qur'on Karim hargizmi bir raqobatni e'lon qilmas edi. Chunki agar bu kitob payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning so'zi bo'lgan bo'lsa, u arablar usti shoir, usti adabiyotga pishiq kishilardan 10 nachini yig'ib akiliblam, o'xshash turdan birini to'qiblam payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning yo'lini bitchit qilgan bo'ladi. Lekin mushriklar ojiz keldi. Chunki ular Qur'on Karimning mayl til jihatdan bo'lsin yoki ma'no jihatdan bo'lsin, ilohiy bir kitob ekanligini his qilish qoida. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin. Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini chaqiringlar. Sizlar but bizga yordam qila oladi, faloni bizga yordam qila oladi deysizlar. Hozir sizlarning dininglar xatar ichida. Muhammad alayhisalom yangi bir dinni Allohning va'yisini ilib keldi. Agar sizlar buni xatar, hozir biz xatarlik ahvolda qoldik deb, yordamga ehtiyojlik deb qarasanglar, yordamga shu butronlarni chaqiringlar qani. Shulardan yordam ilib Qur'ondagi surga o'xshash bir surni keltirib baqinglar qani. Bu oyat orqali Alloh subhanahu va taolo mushriklarning ojizligi, yolg'onchiligini isbotlagan bo'lsa, ularning butlarining hech narsaga kelmaydiganligini isbotladi. In kuntum sodiqin. Qarab qolgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali mushriklarning eng g'urug'i tegadigan yerga tegdi. Xabarimizda bo'lgandek, arab mushriklari ayni davrda yolg'on ismi, lekin yolg'onchi deb atalishi nayt eblatdi, nayt haqorat bilatdi. Chunki arab mushriklari bular so'qashqa xalq bo'lg'achqa ayni davrda yolg'onchilik deganni bir xil ojizlik, qo'rqinchlik deb qaraydi. Shunga yolg'on aytib qolsam, uni oshkor bo'lib qilishni va yolg'onchi atilib qilishni nayt qo'rqatdi. Alloh subhanahu va taolo agar rasul bo'lsanglar, yolg'onchi bo'lmasanglar, Muhammad bu kitobni o'zi to'qib olgan, butlarimiz bizga yordam qila oladi degan gapinglardir. Rasul bo'lsanglar, qani keltirib baqinglar. Dish orqali mushriklarga psixikalik besim ilib keldi. Bu besimning ta'sirida mushriklar to'qish uchun tirishib baqdi, shoirlarni yig'di, lekin qilolmadi. Oxirida qanday qildi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga qilich orqali qarshi turmoqchi bo'ldi. Demak, o'ylab qolgan bo'lsak, agar bu Qur'on Karim payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam o'zi yozib olgan bir so'z bo'lsa-da, u mushriklar jonlarini tikib, qon kechib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan urush qilib yurmay, o'zini to'qib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning oldini to'sgan bo'ladi. Qilinmaganligi uchun, bu kitob ilohiy kitob bo'lganligi uchun, ojiz kelganligi uchun ular qilich ko'tarishga majbur bo'ldi, o'zining yolg'onchiligini oshkor qilmaslik uchun. Vaholanki ularning yolg'onchiligi oshkor bo'ldi. Ondan Alloh subhanahu va taolo fa illam taf'alu va lan taf'alu, agar qilmasanglar, Qur'onga o'xshash surlarni keltirmasanglar, va lan taf'alu, mangu qilmaysizlar dedi. Ma texim tarixiy bir raqobat. Chunki Alloh subhanahu va taolo shu davrda kishilarga ham emas, mangu qilmaysizlar dedi. 21-asrda yashagan, shunchalik texnikalar o'tirib chiqqan kundami qilmaysizlar. Sunniy aql taraqqiy qilib ketsimi qilmaysizlar, mangu qilmaysizlar. Bundan keyin qanday texnika chiqsin, Qur'onni o'qishni hargiz keltirolmaysizlar. O'ylab baqili, agar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom rost payg'ambar bo'lmagan bo'lsa, kelgusiga bu xil shaklda hargizmi jang e'lon qilmagan bo'ladi. Chunki kunlar o'tib, biroz o'xshash surdan birini keltirib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni yolg'onga chiqarish ehtimoli bor edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yolg'onchi bo'lmagan bo'lg'achqa, Qur'on Karim Alloh subhanahu va taolo tomonidan tushgan kitob bo'lg'achqa, hech ikkilanmasdan bu tarixiy raqobatni e'lon qildi. Ya'ni mangu qilmaysizlar. Qiyomatgacha hech kim Qur'on Karimni o'qishni keltirolmaydi. Fattaqun narallati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Agar qilmasanglar, ya'ni Qur'ondagi surga o'xshash bir surni keltirolmasanglar, mangu keltirolmaysizlar. Unda bo'lgan ekan, o'zingizlarning ojizligini e'tirof qilib, haqqini ko'rgandan keyin Allohga iymon aytinglar. Insonlar va toshlar yiqilg'i bo'ladigan do'zaxdan saq. Ya'ni Allohga iymon aytish, yaxshilarni qilish orqali inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan do'zaxdan, ya'ni dahshatli do'zaxdan saqlaninglar deydi. Ya'ni sizlarning cho'qingan butlaringlarni yiqilg'i qilinadigan, sizlar o'tin o'rnida yiqilg'i qilinadigan do'zaxdan saqlaninglar deydi Alloh subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala ana shunda Qur'on Karimning mo'jiza ekanligini ko'rib turib, bilib turib, uning ko'rsatmalarininki insonni dunyo va oxiratda baxtli qildiganligini bilib turib, iymon etmagan kofirlarni mana shunda inson va tosh yiqilg'i bo'ladigan do'zaxdan ogohlantirib bo'lgandan keyin va bashshirillazina amanu va amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ana shunda Qur'on Karimning haqiqiy ilohiy kitob ekanligini ko'rib, uningga iymon etib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning haqiqiy payg'ambar ekanligiga ishonib, iymon etib, yaxshilarni qilgan kishilar bo'lsa, Qur'on Karimning haqiqiy ilohiy mo'jizaviy kitob ekanligiga iymon etgan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning payg'ambar ekanligiga ishonib, yaxshi amallarni qilgan kishilarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannat bilan bishorat bergan, xush xabar bergan. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda biz buningga o'xshash mevani dunyoda yegan edik deydi. Ularga jannatning mevalariga o'xshash, lekin ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pak juftilar beriladi. Ular jannatda mangu qoladi deydi. Qarpaqadan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ana shunda Qur'on Karimning ilohiy mo'jizaviy kitob ekanligiga ishonib, Qur'on Karimning hidoyat nuriniki insonni dunyo va oxiratda baxtli qildiganligiga ishonib, Allohga ishongan, payg'ambarimizga ishongan kishilarga mohiyatda qanchalik jafo tortsin, nimadan qo'rqasi qolsin, iymoni mustahkam turib yaxshilarni qilgan kishilarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannat bilan xush xabar berdi. Va shundaqla u jannat shundaq bir jannatki, uning ichidagi mevalarning ta'mi dunyodagi o'xshamaydi, ammo faqat ismi bilan o'xshaydi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo jannatda mu'minlar dunyoda ko'rib boqmagan yangi boshqa bir mevani bermaydi. Dunyoda ko'rib boqqan mevalarni beradi. Ya'ni ism jihatda o'xshash, rang jihatda o'xshash mevalarni beradi. Chunki inson
insonda yangi narsa qarata qandoq bo'lar, ta'mi qandoqdir deydigan bir xil tuyg'u bo'ladi. Mufassir Sha'roviy bu haqda insonda ko'migan, yeb baqmagan, uchirmagan bir mevani ko'rgan vaqtida, har qanday bir narsa ko'rgan vaqtida uning qarata ikkilanish bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo jannatda mu'minlarga mana bu shunday ikkilanish tuyg'usini bermaslik uchun ular ko'rib baqqan mevlarni beradi, lekin ta'mi, lazzati asla va asla uningga o'xshamaydi. Shu Ibn Abbos radhiyallohu anhu shu oyatning tafsirida jannatdagi mevlarning faqat ismi bilan o'xshaydi deydi, ammo ta'mi asla va asla o'xshamaydi. Va lahum fiha azwajun mutahhara. Ularga jannatda pok juftlar beriladi deydi. Yani Allah'a iman etip, yaxşılarını qilib, yaxşılarını qilganlik uchun, Allah'a iman etganlik uchun mahiyatda nurg'un jafolarni chekkan, aziyatlarga uchragan kishilarga jannatda pok juftlarni beradi. Ta'limaydigan, boshqa inson xolamaydigan va yoki ko'ngli ilishadigan har qanday maynachilikdan pok bo'lgan juftlarni beradi. Mayli er olsun, mayli ayol olsun. Va hum fiha xolidun. Ular jannatda mangu qoladi deydi. Insonning ma dunyoda qanchalik boylikqa erishsimi, qanchalik ne'matga erishsimi, qayg'u soldigan, g'amga soldigan narsani bilamsizlar? Bu dunyodan ketadiganlik, o'lib ketadiganlik. Demak, inson mahiyati qanchalik bir narsaga erishsimi xushal bo'lmaydi. Chunki o'lib ketadi, topgan narsalari, sog'an uylari, mashinalari hammasi boshqa odamning bo'ladi. Jannatda bu xil qayg'u bo'lmaydi. Chunki hum fiha xolidun. O ne'mat ichida mangu qoladi. Bizning qalbimizdagi o'limsizlikka bo'lgan intilish va ya jannatda qoladi. Masalan, ma dunyodagi Allohga ishonmagan nihoyat zo'r mablag' bo'lgan kofirlar nima qildi desanglar, o'limsizlikni izlaydi. Va shundaqla o'limsizlik uchun nihoyat zo'r mablag'ni soladi. Chunki ular hamma narsaga erishdi. O'limdan iborat bu haqiqat ularning hamma narsani ayirib tashlaydi. Bu ochiq ular nihoyat ig'ir kiradi-da, qanday qilsak o'lmay yashamaymiz deb izlaydi. Vaholanki mu'min o'limsizlikning yo'lini tepib bulaqliq. Mu'min jannatda mangu o'lmay yashaydi. Shuning uchun mu'min jannatni ko'zlab yashaydi, boyligini jannat uchun topadi, butun kuchini jannat uchun sarf qiladi. Chunki haqiqiy mangu yashaydigan yer jannat. Bizning qalbimizdagi u o'limsizlikka bo'lgan intilish va ya, shu yaxshilikdan, xushallikdan, huzurdan bir xil ayrilmaslikka bo'lgan intilishimiz va ya jannat uchun yaratilgan. U jannatning bor ekanligining bir isboti. Inson ana shunda xushallikdan ayrilmay, mangu huzur ichida yashaydigan shaklda yaratilgan bir maxluq bo'lg'achqa, aslida ma dunyoda ana shunda abadiy xushallikni izlaydi. Lekin bu ma dunyoda bo'lmaydi, o'lgandan keyin bo'ladi. Sharti shuki, allazina amanu va amilus solihat. Allohga haqiqiy shaklda ishonishimiz kerak. Qalbimizda, tilimizda va ish harakatımizda va shuning turtkusida va amilus solihat, yaxshilarni qilishimiz kerak. Qo'limiz nima ish kelsa, shuni qilsak, Alloh subhanahu va taolo bizga o'zlari va'da qilgan jannatni beradi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo bizni Qur'on Karimga haqiqiy ishongan, uning ilohiy kitob ekanligida hech bir shak qilmaydigan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni haqiqiy payg'ambar deb taniydigan va uning so'zlariga amal qiladigan haqiqiy mu'minlardan qilsin va jannatni bizning mangu makonimiz qilib bersin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.